Assalamu alaykum. Qanday yaxshimi? Alloh salomat qilsin inshaalloh. Bugun Belvelangning yana bir qismi, 3-si desam bo'ldi. Saykiktatlarninki yoki mevalarni aralashmasini saqlash, uzun muddat saqlash usullaridan yana sizlar bilan o'rtoqlashmoqchiman. Birinchidan piyoz. Piyozni to'g'nab olsak ve umuyeni asan buzludu. Sırt koysak asan buzlu. Bularni qanday qilamiz desek, ilgari qatim deb berganga o'xshash, berengini saqlash usuliga o'xshash, kiymaydigan yozliq paypoqlarni, to'p paypoqlarga bir tav piyozni silib, ichiga endi chigib etib, uning ichiga birini silib, endi chigib etib, bir paypoqqa, ya'ni uzun paypoq bo'lsa, 4-5 saqlab shu holatda saqlasanglar bo'ladi, ya'ni to'p paypoqqa chigib qo'yib. Ikkinchidan, saykiktatlar, ya'ni yeşillik saykiktat, mesela palik, kerepşe degandek maydanoz ishlatilgan maydanoz ularni uzun muddat saqlaydi desanglar, oldi bilan uni pakiz yuvish uchun bir dasqa suv elib, ichidagi to'plarni pakiz chiqsin desanglar, tuz aralashtirib suvga, ondan keyin sayni salsanglar, ichidagi axlatlar o'zidan ajrab chiqadi, tuz suviga ichilab qo'ysanglar, ondan keyin uni pakiz yuvib quritib bo'lgandan keyin havo o'tishadigan daklarga, ya'ni havo o'tishib turgan dak löngüler bo'ldi holatda, shuningga yegib qo'yib saqlasanglar bo'ldi. Andan keyin salatdalik, ya'ni tarxamak, sabzi saqlash uchun bularni alyumin qog'ozga ichilab, alyumin qog'ozga o'rib etib saqlasanglar, yana uzun muddat saqlay olasizlar. Endi keldik salçı desek, yani sho'xliq yami. Buni oson ko'kirib qoldi deb bo'lsak, deydigan bo'lsak, oson ko'kirib qo'ydi albatta. Buni biz az ichildiganimizni ayrim, ya'ni to'natgunki muz to'natadigan qaliplari bo'ldi. Shundan so'ng cho'rak qaliblarni bozorda sotadi. Az-azdan shuni bilab qo'yib muzaydan yaga tepsini yugib etib, tamoq yegadigan sipirashtiraymiz. Shuni tepsini yugib etib, muzaydan yaga silib etib, har bir qatim chelka vaqtimizda bir tadını elib sasak, yani sho'xliq yamini uzun muddat ishlatalaymiz. Yeni birga banan balla bek yaxshi ko'radi, ammo oson buzilib qoldi. Buni qanday qilamiz? Buningda 2 xil usul bor. Birinchisi, buning uch tarafi, yildiz tarafi, oyoq tarafi emas. Shuni suvga chilab qo'yamiz. Birinchi xil usul. Agar ikkinchi xil usul desak, buni o'yimli ko'rsak, ikkinchi xil usul çok o'yimli bo'ldi. Şu yıldız tarafını, ayak tarafımız bağlap duran yıldız tarafını alyumin qog'oz bilan yugib etimiz. Bu holatda bananni uzun vaqt saqlay olamiz. Yana birga bizning qutiga qo'ygan tuzlarimiz, qutini ochib bilib pishirgan bo'lsak, tuz yoki bo'lmasa mayli soda bo'lsin, mayli shakar bo'lsin. Bular bir xil mo'llak bo'lib oldi. Daha uni chaplashib birishga. Bunu qanday qilamiz degan vaqtda buni orasiga guruch aralashtiramiz. Guruch aralashtirib etsak, bular bunda chaplashib qolmaydi, birisi-birisiga mo'llak holatda bo'lib qolmaydi, pishib olmaydi. Yana birga bizning unlarimiz, biz tog'alab olib qo'yamiz. Bularni qutlab qolmasin desak, buning ichiga yupurmoq tashlab qo'ysak, yana qutlab qolmaydi. Yana birga ko'kirib qolgan nonlarimiz deyli. Men odatda uyg'unini jiq ishlatmayman. Ba'zilarimiz tost deydi. Ondan keyin turk sho'rpalarni yaratganlikda ko'p vaqtda qolgancha normal tamoq etgandan keyin uyg'unini jiq ishlatmayman. Bular tost ekmeki deydi, to'rt burchak nonlarni xaltaning ichida chiqadi. Ko'kirib qoldi asallam. Bunun ko'kirib qolmasligi uchun nima ishlatamiz degan vaqtda bununla kerepşeninki ayak tarafı emas, yani yupurmak tarafı emas, yıldız qerin tarafını kesip, şundan 1-2 tal nonni arasıga sap qo'ysak, nonlarimiz ko'kirib qolmay uzun muddat saqlay olamiz nonlarimizni. Bugungi sizlarga hadiya qilgan temam mushu inshaalloh. Yaxshi foydalanib qolsanglar bo'ladi. Eng oxiri birga zanjibil. Zanjibil uzun muddat saqlab usuli. Buni tamoq yegadigan sipirashtiray deb tamoq yegan silyo qog'ozlar bor, silyolar. Shu bilan o'shtib shular bilan o'rab
to'nglatqaning muzaydigan yeriga silib etsanglar. Yenilam uzun muddat ishlatib alasizlar.